Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарга алайдан салам айтабыз. Бүгүн 2021 жылдын августу. Бүгүн Алай Гүлчө мал базары кызуу жүрүп атат. Сиздердин назарыңыздарда эми Базар баасы YouTube каналы ишин баштамакчы. Анда эмесе сиздерге малдардын баалары канчадан болуп атат, мал арзан болуп атабы же кымбат болуп атабы? Аз да болсо сиздерге мал көп түшүп атат базарга деп атышат. Азыр чогуу күбө болобуз, кандай болуп атат. Азыр биз Уй базарда турабыз. Букка базар, Торпок базарда. Буларды бир сыйра тартып өтүп, анан бул жакта Гой базар бар. Гой базар менен дагы бир аз тааныштырып кетебиз сиздерге. Анда эмесе азыр Торпок базардан, Уй базардан баштасак. Мында бир Торпок базардан чыгып кетип атат, ушуну сурап береличи. Ушуну канча алдыңар мынауну? Канча баасы? 25 миңби, ургачы Торпок экен, 25 миң сом дейт баасы. Баасы 25 миң сом. Өтпөй ичип кетип атат окшойт менимче. Арыгыраак экен. Жайы менен элдер чөп деп чип кетишти окшойт. Чөптүн бааларын билип берейинчи сиздерге. Пресстер канча болуп атат экен. Кара чөп канча болуп атат, бедеси канча болуп атат. Чөп көп эле түшүптүр бүгүн. Çöp kançadan mal odat ken? 330. Kara çöp. 330 somdan deydi. Kara çöp. 330 somdan kara çöp. Bul 350 somdan deydi. 200 aşık birisi eken bir porterge. Burası 330, burası 350. Bu kara çöp mü? Bedi. Bedi aralaş kara çöp ekan. Kamış, samış, çöptün bari türlü var şey içinde. Buna ol kançadan ekan bilip edingерби? Onu bergen 30'dan. Ал жерде бир мотоцикл сатып атат экен. Мотоциклдин баасы канча экенин билип берейинчи. 80 миң сом кеми бар деп турат буну. Bunun күчү 150 куб деп атышат. 150 куб күчтүү дейт. Бир адамды подъемдордо бемарал тартып чыгып кетет дейт. Bazardın üstünden bir katar görsetip koyalı. Kança mal düştü, kanday mallar düştü.
qanchada o'tasizlar Qunojinda? Elek mi yakıyor? Qancha desak ayting. Kombayn sürüp ataverirsen. Ya bahası qancha aytib qo'ysangiz? 40 ming. 40 ming. Kemi bormi? 40 ming so'm kemi bor ekan. Urg'och turpoq. 40 ming so'm kemi bor. Buna qanchada o'tasiz ku? 25? Baylanmasmi? Baylanmas turpoq ekan. 25 ming so'm kemi bor deydi. Erkek. Baylanmas erkek turpoq 25 ming so'm. Mana qanchada o'tasiz? 40 kam var. Urg'ochi turpoq ekan. 40 ming so'm kemi bor. Urg'ochi turpoq 40 ming so'm kemi bor. Putungiz tavalab qo'ydi u. Oo, qarasın. Ehtiyot qilmaysiz buni. Özlem şiş derim. Qayerdan olib keldingiz aka? Qayerdan olib keldingiz buni? Coşoldan. Yosholdanmi? Joshol ayından keldi. Odan göre bir maşına çöp satıp yürüyelim yaxşı eken. İki maşına satıp çöp var. Mal arzanmı bugün? Bilmeyim çöp men bunu bilmeyle alıp çıkarttım. Kayra. O bir koydu 15 binge sattım. İki koy alıp çıkarttım da. Bunchasini aldingiz bile, o'zingizniki? Özümükü. Karındaşıma en çıkıyoruz. Sat verdi. Yaxshi sotib olingan. Ya. Ya qanchada o'tasiz shuni? 40 ming so'm deydi. Ha, sen qavar qaysi? Bozor bahası YouTube kanalı. Ha. Qunojinning barli 40 ming so'm kemi bor deydi. Buni oldagi 40 ming so'm kemi bor deb turadi. Qayerdan olib keldingiz ukam buni? Qishloqdan ayoldan. Ha, qaysi ayoldan? Gerda. Ha, Gerda. Gerdegeydanmi? Josholdanmi? Bu Qunojindagi Josholdan kelibdir. 40 ming so'm kemi bor buldagi. Akamdan qanchaga bag'ilishdi? O'zi 49 sanzaran. Beribek bana. 39 qilishdi. Жылқыларында баларын bir sene sonra ötölç. Bunanın bası qanchada o'tasiz aka? Ulan emas bu kaltatay. Ha, kaltatay var. Qanchada o'tasiz? Sattım. Ha, 42 sattыңызбы? 42 ming so'mga sattım deydi kaltatay ekan. 42 ming so'mga satıldı. Kaltatay. Taydı qanchada o'tasiz? Qanchada o'tasiz ona? 40 da o'tasizmi? Qanchaga chiqdi bu as? Har qanday berib o'tsa? 35 ming so'mga bermaydi dedi. 40 ming so'm keyin bor deb turadi o'zi. Urg'och ekan. Tarasını koy. Ha, Bilip duruyorsun baba. bilib turib bas. Tay var bile. Ha? Tay var bile. Ne paymayım ne? Sizniki mi? O. Var mı bana özünüz? Ben bittim. 35 ming so'mga bermaydi dedi.
Özü qancha deyapsiz? 100 ming so'm deydi mana bu beyni. 100 ming so'm deydi, 80 mingga bermaydi o'sha. Aka bu qanchani tug'an? Je belgisizmi? Qanchani tug'an? 3 mi? Düştü tug'an bey ekan. 100 ming so'm kemi bor deb. Seksen kıldınız mı? 80. 78 ming so'm. Çadır qanday? Ular satıldı o'sha yerda? Satıldı. 33 ga ketdi bu erkekday. Qancha aldınız şuhtaydı? 33 ming so'm oldu. Kaltatayda bular. Kaltataygan 33 ming so'mga satıldı. Akamda kichkinani qancha deyapsiz? Ha? Kichkinani qancha deyapsiz? Aldım mı? Qancha aldınız shuni? 20 ağa. Erkek bir qachi bu? Erkek. 20 ming so'mga oldim deydi. Narxısin erkek ekan. Narxı qarataydi 20 ming so'mga oldim deb chetelab chiqib ketdi. Kökbeyni qancha deyapsiz aka? Satıldı. Qancha bo'ldi? 89 ming so'm bo'ldi deydi buna kökbey satılib turuje. 89 ming so'm. Qanchani tug'an bergan shu? 4 tug'an bergan. Çıltının bağısı qancha aka? Bura egas. Abi. Ama жерден qancha deyapsiz? Bu qanchani tug'an? 85 ming so'm kemi bor ekan buni. Bu жазға mal. To'yt deydi. 85 ming so'm kemi bor. $39 ming so'm bo'lgan ekan berib beribdi. Ya mana kichik torpoq qancha buni ol? 17 kam var. 17 erkek urg'achi. Urg'achi. 17 ming so'm kemi bor ekan. Qadimgi dela torpoq bu jaba ala uylardan. 17 ming so'm kemi bor deydi. Bozordan olgan ekan. Ben hali Karadağ'da olsun. Narxınız qancha narxınız? Erkek torpoq ekan bu. Narxi erkek torpoqimiz qancha? 30 kam var erkek. Siz bozorda doim ele yurasiz. Bugun bozor qanday? Bazar buradan düşüp etti deb. Tushib ketdi. Uy mal Alganlar o bunu koy vergenler kıyı oldu. Bankrot oldu. Çöp yok devele. Bunacınlar жаздагы эле басы боюнча экен, а? Yok. Düşüp etti. Çöp kımbattagан сайын эле түшүп атат, а? Ama düştü. Çöp yok devele. Bol bosonmaların 30'a beklettik. Aa da. Bak düşüp etti. 20 lira var.
Buna kızıl kunacında kanca da odası? 35 ekan. 2 var sonra. 35 ming so'm deydi buna kunacında. 2 var, soya tur var. Bunday kunacında Men daha ko'ksoq qo'yar o'tini bir olib kelsam 1000 so'm orqasida sotdim. Kim siz mi? O'ng'ol dadil degan to'rtmoqni so'ydi. Siz 1000 so'm arkasına mı? O yo'lgiralarni hisoblagan yo'q, olgan bo'lsa. O qaytargani bor. Sen geçti, 10 bin geçeyim. 10 minggacha narxga ketib o'tadi. 1000 so'mga siyla berdi. So'ngo can Uday'da veriş gerek. Bunani qancha deb o'tasiz aka? 38 ming so'm deydi bu qora kunacında. 38 ming so'm ekan qora urg'och. Mana qancha deb o'tasiz? 22 so'm, 1000 so'm. Urg'och turib bo'ldi. 22 ming so'm. Ya mana ögüzün bağısı qancha ekan mana qara ögüz? 40 ming so'm. Qara ögüzün bağısı 40 ming so'm kemi bor deydi nağlı ögüzde. Malalas mı hesap? Yo'q, jil, ko'rib Ya sarı torpaq qancha bu? 25 dan kam var. 8 mingdan berdi. 25 ming so'mdan kemi bor deydi urg'ochlar. 18 ming so'mdan berilibdi. O'rtong'isi qancha? O'rtong'isi qancha? 40 ming so'm kemi bor deydi o'rtong'isi. Bunaqasichi? 80 ming so'm kemi bor. Akam, ondan tishi qancha? Jashini aytib qo'ysangiz bilan jashi. Nima tish? 4 tish. Buna da 4 tish. Buna 60 ming kami var. Bunisi 4 tish, bunda 4 tish nolcha? 2 tish. Bu 2 tish qo'chqor ekan. Aka buni qarodalar qanday o'qib qolasiz? Aralar gisar. Gisar qo'chqorlar ha? Buni qayerda boqdingiz? Murdashda. Murdashda. To'son qo'chqorlar ekan. Vallahi rayonga qarashdi, Murdash aylidan kelgan qo'chqorlar ekan. Sonra men telefon berib qo'yaman. Nomeringizni aytingiz, daha ko'pmi bundalar? 0553 37 40 30. Shu nomerga baylansangiz, gisar urug' ola turganlar bo'lsa, hech bo'lsa beraverasiz-da. Beraverasiz. Kami varda buni aytib qo'ydim hozir. Ha. İki çekedeki qo'chqor 60, narxisi 60 ming so'mdan, bu jaqdagisi 80 ming so'm, o'rtadagi 40 ming so'm deb bog'lanib turadi. Erkek. Yaha. Ancha dodasi xunajinda. Bu xudan qachon qachalik mi? Bu xudan qachalik bo'lsa kerak a? Çelak olsa ya. Yemem ha. 50 ming. Seniz kedi. 50 ming so'm kemi bor. 50 ming so'm kemi bor. So'ylatdi bular. Koy o anlamda. 50 ming so'm kemi bor deydi. So'yishqa deydi semiz. Bunacım. Bu bunacım bozar to'g'anlar. Bunacım qaraganlar bo'lsa, bir sira ko'rib olsangizlar bo'ladi. Basi qancha? 45. 45 ming so'm kemi bor deydi. Cho'ng'ili uy bo'lib qolibdi. 45 ming so'm kemi bor. Urg'ochi. Qanchaga bog'lashdi ekan? 41 ga. 41 gacha chiqib turdi-a?
içim alışınca problem oldu mu? Ya bundan bazı kança ekan? Bunu verir mi? 38 bin so'mga so'rayapti. Erkek turpoq. 38 bin so'm. Ya o'zi qanchada otasizlar buni? O'zi qanchada otasan? 45 mi? Zetten al deydi 11. Jaqdan 45 aka. Ulan beylevesi kim oldu? Bergin. Jaqini 45 deydi. 38 ga so'rayapti. Ya berdeveysin mi? Qancha get qo'shil? 15. Ne oldu? 55 bin so'mga ketdi deydi. 3 so'm kam 55 bin so'm. Satıldı, akçasını sip dağıtacak. Kopturak ama. 55 bin 300. 55 bin 300 so'm kam. Ya qancha bu buqa? 55 otas. Sırayız. Qancha bağılıştı mı? Bağılıştı. Qancha işte? 55 bin so'm. 5 verip duram ya baldırama git. 55 bin so'mda o'tatgan 45 ga bağılıptır. 45 ga bağılıptır. Lala buqani. Ko'k qunajının bahsi qancha oldu ekan? 40 kam var. 40 bin so'm kem var deydi. Ko'k qunajının bahsi. 40 bin so'm kem var. Qancha bahsi bunun? Qancha ekan? Kılar kaça? Qancha deysiz? Bolar 35. 45 bin bo'lish ha? Jaqini 45 bin so'm deydi. Jaqini 45 bin so'm. Mana bu qolgan. Bas qancha ne? 45 bin so'm. Erkek turib bo'lgan. Baylanmasa o'xshaydi. 45 bin so'm kem bor deb turadi. Tug'anlar bugun Alay Gulcha mol bozorida mal o'ta ko'p. Uy, mal o'tpayla turib qolibdi, ko'rdingizlar ha? Mal o'ta ko'p bugun. Biz bilan yetemesini ko'rsatib qo'ydi. Murat, bu qani qanchada o'tasizmi ana? 35 yaqinlardan. 35 bin so'm deydi, jaqini. Mana oldingizlardagi turpoqni 35 bin so'm deydi, jaqini. Ya mana qanchaga mana? 60 bin so'm. Sarı buqa ekan bu. To'qol. Bahasini 60 bin so'm deydi. Yok, ben ara. Oşan nerede Allah? Bir son. Buna erkek sen. Neden carın dedi carın. Oşan da bir. Qancha oladi? Qancha oladi? 15 desem o dedi. 115 bin so'm bunday ku. Erkek. Oşan aytkanım ver bu kapı Murat. Aytkanım ver buna erkekçe. Şir. Erkekçe buluyor kaldı da. Olur da çok. Razı olma. 115 ga so'radi. Neresin neresin? Ben aytkanım ver. Aytkandı ver aka atçı gibi. Ver bir aytkan. Biliyorsun dersin. Ver. Ben sana ayıttım. Ver aytkandı veriyorsun aka. Ver aytkan. Ey şu ayaktan da mola ver. Bir caksa ayıttı ne? Usam.
Ya mına kızıldın bağısı kança eken? Kızıldın bağısı kança eken? 45 bin so'm. Kızıl torbaqning bağısı 45 bin so'm kemi var deydi. Qanchaga chiqdi shuning bağısı? Keldingmi? Suraylikmi? Nima qancha nima? 45'ten kemi var deb turamiz deydi bular dili qizil buqalarda. Buqaning bağısini aytib qo'y.